Judayam ko'p komplimentlar yig'adigan top 5 ta sevimli atirlarimni ko'rsataman. 5-o'rinda Legendarный Devil's Intrigue. bu atirni qancha sepsangiz ham shuncha kam. Chunki hidi judalarda mayin va jonga tegmaydi va ustingizda 24 soatdan ko'proq vaqtga qoladi. 4-o'rinda Valentina. Bu atirni necha marotaba tugagan bo'lsa ham sotib olgim kelaveradi. Hidiga kelsak, bamisoli bahor va endi gullagan daraxtlar. Bu aromatni hech bo'lmasa bir marta his qilish kerak. Valentina haqida parfumeriya olamida ko'p gapirishmaydi, lekin menimcha hech qanday maqtovlarga muhtoj joyi yo'q. 3-o'rinda Yves Saint Laurentdan novinka. Libre Vanille Couture. Bu aromatni ta'riflashga til ojiz. O'ziga ishongan raskoshniy qizlar qanaqa hid ishlatadi desangiz, mana shuni ko'rsataman. Ya тут королева degan aromat. Sitrus va svejiy hidlarni yaxshi ko'radigan insonlar uchun. Qo'limdagi Mitte Libreni opasi parfumeriya olamida juda ham mashhur. 2-o'rinda atirlarning ichida Bentley Continental rolini olgan Kirke. Что за роскошь? Flakonini o'zidan tushunsanglar bo'ladi, qanaqa hid ichida kutib turibdi. Ko'pincha raskoshniy aromatlar jonga tegadi, lekin bu emas. Bu aromat shunchalik благородный va raskoshniy, xohlagan xonangizga kirib, hammani e'tiborini tortsa bo'ladi. Hattoki kiyimlarimni yuvganimdan so'ng ham ustimda shu hid turadi. Kirke boshqacha ochiladi. Va nihoyat 1-o'ringa keldik. Ko'rinishidan skromniy atirga o'xshaydi, lekin eng komplementarniy atir deb shuni aytsam bo'ladi. Umrim davomida judalarda ko'p atirlar ishlatdim, ammo aynan Lancome'dan so'ng hattoki oldimdan o'tib ketgan insonlar orqaga qaytib, ustimga nima sepganimni, atirim nomi qanaqa ekanligini so'rashgan. Bu atirni shunaqangi yuragimdan uzib berganman. Stoykastiga kelsak, kunlab ustimda turardi bu hid. Hidi shunchalarda svejiy va beozor, xuddiki birinchi muhabbatda qanaqa his-tuyg'ularni his qilgan bo'lsangiz, mana shu his-tuyg'ularga tushib qolganday bo'lasiz. Atirlarni sevadigan inson bo'lganim uchun juda ham ko'p xarid qilganman va 2 marta moshennikka uchraganman. Shu sababdan original atirlar qidirib yurgan bo'lsangiz, Toshkent parfumdan topishingiz mumkin. 100% garantiya bilan original atirlarni xarid qilishingiz mumkin. Yoki masalan, hidi menga yoqmasa, целый flakonni nima qilaman desangiz, O'zingiz tanlagan va yoqtirgan любой atirni naraspif olsangiz bo'ladi. Asosiysi ko'zingizni oldida hech narsa aralashtirmasdan haqiqiy atirni solib berishadi. Toshkent parfum magazinlariga keling va konsultant qizlar sizlarga o'zingizni atiringizni topishga yordam berishadi.